Adobe dasturlarini internetdan viruslar bilan yuklab olishdan qo'rqyapsizmi? Va qaysi saytdan qanday qilib yuklashni bilmayapsizmi? Unda bu videoni oxirigacha ko'ring. Men sizlarga qanday qilib ofitsialniy sayti orqali Adobe dasturlarini tekinga o'rnatishni o'rgatib qo'yaman. Assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan men Jahongir Bahrom. Bugun sizlar bilan qanday qilib Adobe dasturlarini kompyuterimizga o'rnatishni o'rganamiz. Buning uchun biz birinchi o'rinda antivirusimizni o'chirib olishimiz kerak bo'ladi. Antivirusimizni ochamiz va bu yerdan управление настройкамida защита в реальном времени ni o'chirib qo'yamiz. Va bizga kerak bo'ladigan dastur Adobe Creative Cloud. Buni qayerdan tortamiz desak, brauzerga kirgan holatda Creative Cloud download knopkasini bosamiz va bu saytga kiramiz. Adobe Creative Cloud download saytiga kirganimizdan keyin hozir tortishimiz uchun загрузить Creative Cloud knopkasiga bosamiz va qayerga saqlashimizni belgilaymiz. Men tortib bo'lganim hisobiga boshqatdan tortib o'rnataman. Creative Cloud va bu yerda bizdan elektronniy pochtamizni kirishimizni so'raydi. Eng bo'y bitta pochtangiz orqali ro'yxatdan o'tasiz. Xo'p, kutmasligingiz uchun kutish jarayonini o'tkazib yubordim va mana o'rnagan holati Добро пожаловать Adobe Creative Cloud deyapti. Adobe Creative Cloudga xush kelibsiz. Endi OK ni bosamiz. Buning uchun biz bu dasturdan chiqamiz va ikkinchi bizga kerakli bo'lgan faylni ochib olamiz. Search knopkasiga boshqatdan bosamiz. Topgan fayllarga galочка qo'ygan bo'ladi va biz Fetch knopkasini bosishimizga to'g'ri keladi. Fetch knopkasini bosganimizdan keyin bu avtomatik fetch holatiga o'tkazadi, ya'ni o'zining variantlarini to'g'rilab chiqqan bo'ladi ichida. Men nedavniy holatdan kirdim. Siz shunchaki kirishingiz mumkin. Va ko'rib turganingizdek Adobe dasturlarini sotib olish va approve degan knopkamiz yo'q уже. Endi bizga o'zimizga kerak bo'lgan istalgan dasturni o'rnatishga bosamiz. Misol uchun Photoshopni o'rnatishimiz kerak. Photoshopni o'rnatishga bosdim, ajdaniy ketdi. Va bu yerdan ustanovka jarayoni boshlandi. O'zingizga kerakli bo'lgan barcha dasturlarni o'rnatasiz. Istalgan bu yerdagi dasturingizni tanlashingiz mumkin. Bu eng pastdagilardan tashqari, sababi bular уже Adobe Creative Cloud'ning podpiskasini haqiqiy sotib olgan holatingizni ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Sizlarni kutilmagan holatda men bu videoni kesib tashlayman va to'xtataman. O'rnagandan keyin qanday qilib amalga oshirilishini ham sizga ko'rsatib beraman. Hozirda Adobe Creative Cloud dasturini уже pechlab oldik. Ya'ni bizdan litsenziya so'ramaydigan holatga keltirdik. Bundan keyin esa o'rnatilgan dasturlarga ham shu pechni yuklaganimizdan keyin hech qanday bizdan podpiska so'ramaydi. 7 kundan so'ng qaytadan o'rnatishingizni so'ramaydi va bu limitini olib tashlaydi. Bo'lmasam sizlar uchun hech qancha soniya surmaydi. Men 5-10 daqiqa o'rnashini kutaman va sizlarning oldingizga tez orada qaytaman. Men o'rnadi Photoshop. Qolgan dasturlar ham o'rnashga bosib qo'yilgan. Sizlarga Photoshop namunasida ko'rsatib beraman. Photoshop dasturini ochaman. Mana Photoshop dasturini ochib sizlarga ko'rsatib beraman. Photoshop dasturini ochganimizda bizdan mana bunday holatda yangiliklarni ko'rsatib o'tadi. Va biz bu yerga gotovani bosib o'zimiz ishlatishimiz mumkin. Bu yerda hech qanday hozir podpiska so'ramaydi, lekin mana bunday yozuv chiqib qoladi. Agarda X ni bossangiz 7 kun probni versiyada o'rnating deydi. Endi bu narsani yo'qotish uchun X ni bosib Photoshopdan chiqib ketamiz va bu yerdan ham chiqqanmi yo'qmi tekshirib olamiz. Va bu narsani yo'qotish uchun yana biz bundan oldin ishlatgan dasturimiz kerak bo'ladi. Bu dasturga kirib boramiz. Bu dasturimizni ochamiz va bu yerdan Search knopkasiga yana bir marta bosamiz. Search knopkasiga bosganimizda bu barcha Adobe o'rnagan fayllarni qidirib topadi va bizga keraksizlarni o'chirib tashlaydi. Bu yerdan men Creative Cloud'dan olib tashlayman, sababi bundan oldin bosganman. Va bu yerdan Fetch knopkasini bosamiz. Fetch knopkasini bosganimdan so'ng menda Adobe Photoshop dasturidagi barcha keraksiz fayllarni olib tashlab, 7 kun bepul ishlatish degan bo'limini ham olib tashlaydi. Ko'rib turganingizdek, har bir faylni alohida fetch qildi va fetchlashni tugatdi va aktiv log holatga o'tdi. Bu yerda qilgan amaliyotlarni bizga o'zini log formatida ko'rsatyapti. Biz copy knopkasini bosib chiqib ketamiz va qaytadan bu yerdan Photoshop dasturini ochamiz. Photoshop dasturini ochdik. Ko'rib turganingizdek, bizdan hech qanday 7 kundan keyin qaytadan nima qilish yoki 7 kunlik probni period, ya'ni tekshirish, test sifatida ishlatishga berilgan 7 kunlik muddat yo'q. Istalganimizcha buni ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Buni misol uchun yangi fayl ochib ko'rsataman.
bu yerdan ham chiqamiz. Istalgan faylingizni ochib ishlatishingiz mumkin уже. Bu yerda yangi funksiyalar ko'rib turganingizdek Photoshop'imiz ishlayapti. Hech qanday 7 kunlik sinov muddatida ishlatadigan podpiska so'ramayapti. Barcha muammolar olib tashlandi. Shu holatda boshqa Adobe dasturlarini ham ishlab, o'zingizga kerakli fayllar bilan ishlashingiz mumkin bo'ladi. Agarda videomiz yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling, videomizga like bosing va keyingi videolarda qaysi mavzuda video olib chiqishimizni yozib qoldiring. Qaysi kommentariya ko'p like kelsa, uni videosini olib chiqishga harakat qilaman. Kanalimizga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin, sababi bundan keyingi videolar yanada qiziqroq bo'ladi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.